Sen bitta harf aytasan, Baho sen bitta harf aytasan. Boshi va oxiri harfi to'g'ri keladigan o'rtadagi so'zni kimdir sirazi to'qish kerak. S, G, sag. Bu gilamni Alovuddin ham orzu qilgan, lekin ushalmagan. So'ng. K, B, kanob. L, N, lag'mon. Lag'mon? J, T, jannat. P, O, polo. Brend bor-ku. Toshkentcha. U, quru. Men Toshkunli. Qizu. Va men povutni beringlar. D, A, dala. Dada. E, K, eshik. Elak. Eshak. I, J, iloj. A, R, ajr. O, M, olim. P, I, pimi. Pengvin. Pari. S, K, so'lak. Sirk. Z, A, zub. Rus tili bahorat boy til. Shestitsa desa ham bo'ladi, subota desa ham. Zebra. Chmi? N. Nima? Chayon. Zo'ra bormi, zo'ra? G, L, gul. L, A, lola. O, K, o'rnak. O'rik. O'rdak. O'zak. S, Q, siniq. T, R, turk. Shuning uchun ham tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlarini rivojlantirish, ular asosida yosh avlodda ma'naviy dunyoqarashni boyitish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Nima to'g'ri? Tor. Nima tor? Yo'l tor. Chaladigan tor. Sh, Z. Z. O'zim aytaman bitta oxirgisan, shafqatsiz. Men yutdimmi, to'g'rimi? Ko'proq men topdimmi? Boshida polni qang'illasib tashladim. Mandajman qilamanmi? This is the end. Hold your breath and count